Toksikoz nima? Ba'zi ayollar masalan jigar faoliyatini yoki oshqozon-ichak sistemasini yoki bo'lmaydigan bo'lsa mikroelementlar yetishmovchiligini hech qachon e'tiborga olib davolamagan bo'ladilar va tasodifan homilador bo'lib qolishadi. Bunaqa ayollar toksikozni juda ham qiyin o'tkazishadi. Va toksikoz bu sizda shifokor sizga qo'yib berish kerak bo'lgan dorilar yoki shifokor sizga yozib berishi kerak bo'lgan tabletkalar emas, siz o'zingiz bilan ishlashingiz kerak bo'lgan holatni ko'rsatadi. Ya'ni kuchliroq ishlashingiz. Agar homilador ayol suyuqlik miqdorini yetarli miqdorda va ko'p miqdorda icha olayotgan bo'lsa, ovqatlanishini maksimal darajada tuzata olayotgan bo'lsa, bu eng yaxshi narsa hisoblanadi toksikozda. Ko'pchilik aytadi, yonmayman deydi. Biz nima qilamiz? Kapelnitsalar qo'yishga majbur bo'lamiz. Kapelnitsalarni qo'yamiz, 5 kun qo'yishimiz mumkin bo'lsa, 6-kuni yana shu toksikoz holati. Yana qo'yish boshlaymiz, yana qo'yishni to'xtatganmiz. Yo'q, bu nimani ko'rsatadi? Shu yaxshi bo'lish imkoniyatidan foydalana olib, ayol o'z ustida ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni uni toksikozni kuchaytiradigan hidlar yoqmayaptimi? U narsani tozalash kerak bo'ladi. Qanaqangidir ovqat narsalar, mahsulotlar yoqmayaptimi? U narsani olib tashlash kerak bo'ladi. Qachonki ayol yemaydi, ovqatlanmaydi, ovqatlanmagandan keyin glyukoza qondagi pastga tushadi. Qondagi suyuqlik miqdori, gematokrit miqdori oshadi. Toksikoz holati kuchayadi. Ayol yana yemaydi, yana glyukoza tushadi, yana toksikoz holati kuchayadi. Nima qilish kerak ayol? O'zini o'zi ustida ishlash kerak. Toza tabiatda chiqib ovqatlanish yo'qotdimi? Shu toza tabiat holatiga chiqib ovqatlanish kerak. Mana shunaqa suyuqliklarni ichish yoqdimi? Mana shu suyuqliklarni ichish kerak. Kam-kam tez-tez ovqatlanish kerak, kam-kam tez ovqatlanish kerak. Ishtahasi ochilishini kutadi. Ishtaha ochilmaydi. Shuning uchun ayol o'rganish kerak. O'ziga o'zi yordam bera olish yo'llarini ishlab chiqish kerak. Bu individual bo'ladi. Uni standarti yo'q, uni aniq ko'rsatmasi yo'q. U individual bo'ladi. Nima uchun masalan shunaqa bo'ladi? Ayol kechqurun uxlaydi. Uxlagan paytda gormonlarining yuqori, progesteronlari, homiladorlik gormonlari yuqori bo'lganligi uchun barcha silliq mushaklar bo'shashgan bo'ladi. Ertalabgacha siz oshqozonda, o'tda, har xil hujayralarda kislota, o't suyuqlik, safroni, mana shu hamma narsaning yig'ilishiga sababchi bo'ladi. Och qorin holatida ertalab turganingizdan keyin nima bo'ladi? Ertalab turdingiz, tishingizni yuvmoqchi bo'lasiz, u yig'ilgan safro va kislota qalqiydi. Qalqigandan keyin nima bo'ladi? Ko'ngildan endi bilan, "Vso, siz boshladingiz." Shuning uchun nima qilishingiz kerak? Ertalab turishingiz bilan mana shu narsa o'zingizga yordam berish usulini qilishingiz kerak. Birdan turdingiz, "Vso, oshqozonda kislota, o't, safro hamma narsa yig'ilgan." Birdan og'zingizga nimanidir solib, kavshab, keyin hamma narsani qilish. Biza masalan mana shu kislotani o'ziga shimib olish imkoniyati bo'lgan yoki o'sha narsani ishlata olish imkoniyati bo'lgan mahsulotlarni tavsiya etamiz. Homilador ayol toksikoz bo'ldim deb shifokorning qabulida o'tirish kerak emas. Ayol prosta o'zini o'zi o'rganish kerak. Nimadan keyin shunaqa yaxshi bo'laman? Vso, men har kuni shirak kelib ovqatlanayotganim. Nimadan keyin menga yengillik bo'ldi? Vso, men har kuni mana shu narsani qilaman. Odam o'zini o'zi o'rganish kerak. Qaysi qadamidan keyin nima kelib chiqyapti? Mana homilador ayollar aytadi-da, qaynona, qaynota, hamma ovora atrofida-da, shifokorlar ovora. Homiladorlik bu fiziologik jarayon. Agar sizda bu kasallik holatda kuzatilyapti, demak siz fiziologik holatga tayyor emassiz. Tayyor emasdan homilador bo'ldingizmi? Demak bu narsani ustida ko'proq ishlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz fiziologiyangizni o'rganishingiz kerak bo'ladi.